Hi everyone, welcome to the Language Training Center video classroom. And today we will learn New Concept English Book 1 from lesson 52 to 54. Assalamu alaikum sahadat yaxshimizlar. Bizning g'oyat tarbiyalash markazimizniki shu yىڭى video darsi kelganlarni qarshi olamiz. Hamda bugungi darsda 52 darsdan tortib toki 54 dars tushunamiz. Hamda 52 darsdagi ma'lum mazmun bilan 54 darsning mazmuni bir qadar yaqin ham o'xshab qoladi. Shunga 52 bilan 54 ni sizlarga bir raqam so'zlab bermoqchi. Uni degan avval shu 53 ni o'rganib o'taylik. Xo'sh, biz bugungi darsimizni boshlashdan burun oldimizdagi darslar o'rgangan bir necha muhim nuqtalarni qanday qilib o'taylik desanglar, bir takrorlab o'tsak. So, first of all, let's review it. All right. So can you spell the words? Okay, so arkadaşlar qaranglar. Aslında sizlar shu oldingi darsimizda o'rgangan at the butchers shunami? Shu darsimizdagi muhim nuqtalarni bir haqiqatan takrorlab boqamizlar. Masalan, can you spell it? Such as B. A meat, starts with B, letter B, like B, what? Yeah, it's beef. All right. It is what? It's beef. Okay. Beef deganimiz nima? Qala go'shi. What about next one is L? Okay. Anaqa yana bir L bilan boshlangan go'sht turi qaysi? It is lamb. Okay, good. Shu oxirdagi B ni qanday qilmaymiz desanglar, talaffuz qilmaymiz. Shuning bilan bu qo'shilib nima? Lamb. Okay, it's called lamb. What about next one? Okay, it is steak. It's called mince. Okay, it is called mince. Okay, bu nima desanglar? Bu nima bo'ldi desanglar? Qiyma. Unaqda keyinchi. Okay, yo'ldishi deganda H bilan boshlangan H-U-S, okay, husband. All right, it's called what? Husband. Okay, what about the last one? It starts with S, chicken. All right. To'g'ishdan bildik sahalashlar. Qaranglar. O'niniki keyingi darsimizda o'rganib o'tgan bir nuqta. W bilan boshlanibdi. Bu nima? Windy. It means a lot of wind. Nurg'un shamol chiqsa, shamollab qo'ysin deymiz buni, windy deymiz, ha. Undaqda keyingisi-chi. Okay, nojiq quyosh chiqsa, uni nima deymiz? It's okay, warm. Yaxshi, illiq, ha. Illiq degan nima deymiz? Sana warm. Okay, hamda keyingisi nima? Qattiq qisib ketdi. It's hot. Good. It is hot. What about next one? A lot of rain. You can say it rain. Okay, I'm thinking sure. Qish vaqtida oldi so'g'aq. So it's cold. So it's cold. And next one is snow. Okay. Demak, endi bu so'zlarni oldingi darsimizda o'rganib o'tdik. Endi bir takrorlaylik. Windy, warm, hot, rain, cold, and snow. Okay, and snow. All right, undaqda. Shu xanzus asosan, savolashdan shu jumlani bir tarjima qilib boqamizlar. Okay, yoki men sizlarga uyg'urchasini deb beray. Okay. Anda shu qallik basi, sizga qallik basi lozimmi? Okay, lozimmi? This name is, do you want any cabbages? Cabbage degan mana kapuska. Yoki qallik basini cabbages. Okay. Anda siz masalan u nimaga maroq? Choyga maroq. Lekin uning qo'shi yo'q. Demakchi qizvolning qo'shi bor, lekin o'g'ilning qo'shi yo'q. Nima? She likes tea, but she likes tea, but she doesn't. Nima? He likes tea, but he doesn't. Okay, I'm the king's job. Masalan keyingisi qarab baqirgan bo'lsak, bu nima desanglar? U o'qimayotidi. Desa, umi o'qimayotidi. Okay, endi mana ikki narsa masalan she isn't reading
He isn't reading to them yo'q yoki either yoki either deb o'qigan yo'q. Endi Ayshaning ikki xil o'qilishi bor. Either deb o'qisang ham bo'ladi yoki either deb o'qisang ham bo'ladi. Demak, he isn't reading either. Uni qanday qilmadi, o'qimadida. Okay. Amsa sizga uzum lozimmi yoki nashbutmi? Bu shundan deymiz, uzum lozim. Uzum degani grape, nashbut degani pear. Demak, do you want grapes or pears? Endi bir diqqat qilgan bir nuqta bor. U bo'lsin nima desanglar, masalan, sanog'ini bo'lgan ismlarni ishlatganda cho'qim yo birlik shaklga kelish kerak yoki ko'plik shaklga kelish kerak. Masalan, jiqbal I like apple deydi. Endi bu apple degani sizniki olma markasini yaxshi ko'rgan bo'lsangiz, do you I like apple desangiz bo'ladi. Lekin hamda siz olma, masalan, yeydigan olmani ko'rsatayotgan chaqda buni apple desak bo'lmaydi. I like an apple yoki I like apples. Endi ko'pincha ahvolda ko'plikni olamiz. I like apples. Okay, I like apples. Aniq 5-inchisi qaranglar. Beijingninki havo rayi qandaqroq? Biz oldingi darsimiz Qashqarning havo rayi qandaqroq deb o'rgangan. Nima? Bu nima? What's the weather like in Beijing? What is the weather like in Beijing? Okay, nima? Okay, qishda sovuq, anda yozda issiq deymiz. It's cold in winter and hot in summer. Okay, it is cold in winter and hot in summer. Demak hamda mushu bizningki oldingi darsimizda so'zlab o'tilgan muhim bo'lgan nimalar desanglar, nuqtalar. Xo'sh, aniqda bugungi darsimiz nima? 53 an interesting climate. An interesting climate. Intayin qiziqarli bo'lgan nima? Kelima. Xo'sh. So what's the climate like in our country? Xo'sh, savoldoshlar, amsa bizning davlatimizningki klimat qanday? So what is the climate like in our country? Okay. You know, in our country, especially in the north, okay, what about in the north? Endi bizning davlatimizning shimol tarafining klimat qanday bo'lsa savoldoshlar? Albatta, shimol tarafi qanday desanglar? Cold and windy. Okay. Bu bulanma nima desanglar? Shimoliy qutbi. Demak, shimol tarafi davlatimizning shimoli hamda shimoliy qutbga yaqin. Shunga endi havosi bir qadar qanday desanglar? Cold and nima? Windy, shamolliq. What about in the south? Okay. South is hot and wet. Okay, nima desanglar? Issiq hamda nima desanglar? Yo'l. Bulanma masalan Guangzhou deymiz, Shanghai deymiz. Shunami? U yerning havo klimati qanday desanglar? Intayin issiq. Yoz vaqti bo'lsa, bo'libmi Shanghaining qanday desanglar? Night issiq. Okay, night issiq. Okay, night issiq. Shunami? Undan keyin yomg'ir yog'adi. Bir alayidligi. Odatda qishlarda yomg'ir yog'adi ahvolini aytib. What about in the west? Demakchi davlatimizning qaysi tarafi? G'arbiy tarafi. Naq biz turayotgan Xinjiang. Xinjiangning klimati qanday bo'ladi? It's windy and dry. Okay. Shamol ko'p chiqadi. Undan sirp yana nima desanglar? Qurg'oq. Xinjiangning ahvoli qurg'oq. What about in the east? Okay, in the east deganimiz sharqi. Sharqi. But in the east, what about? In the east, it's mild. Okay, night yaxshi. Sharq tarafi night illiq, illiq. Demak, hamda mishada jo'grafiyalik to'rt tarafni ko'rsatadigan so'zlarni qaranglar. Masalan, shimol deganda north, ma th nima talaffuz qilinishi nima? North, east, sharq degan gap bo'ldi. South, okay, south degancha janub. Andaqda west, shimol. No, g'arb. Demak, north, east, south, west. Endi ma'ning oldiga taraflarning oldiga the aniq article ko'rsatkichi. Buni qo'ysak nima desanglar? Naqshu bizningki davlatimizning shimoliy, janubiy, sharqi, g'arbi deganini bildirdi. Demakchi in the north deganimiz shu davlatimizning nimasi shimoli. In the south. And in the south deganimiz shu davlatimizning nimasi janubini ko'rsatadi.
Janubini ko'rsatadi. Buni birdan turib nihoyatda tafsiliy so'zlaymiz. Андақта әмді мұшы күлген тексіміз ұшарған бір нәтиже яғни еңі сөзләві тоқтылып бағылы. Окей, әміз қаралым бұл ресімді. Бұл ресім қарап бақсақ, бұл ресімді біріншісі неме? It is in summer, the sun rises early and sets late. Yeah, it's called sunrise. Okay, sun құяшын ама, rise деген мұнда көтірелмек. Okay, it is sunrise. Sunrise. You know, especially in summer, the sun rises early. Okay. Rises early again. Boldu götürüldü. Şunama and sets late. Qanday qiladi? Keyin patadi. Demak, endi bu yerga rise degan so'z turkumida peel. The sun rises. And egisi uchinchi shaxs birlik bo'lib qolib qolsa, qanday qilamiz? Peelning keyiniga qanday qildik? S qattiq shunama, it rises deymiz. Early deganimiz shu baldur degan gap. Okay, baldur degan gap. Okay, what about next? What is set? Okay, set. Set deganimiz patmoq. Okay, set deganimiz nima? Sanlar patmoq. You know, move downward and move upward bo'lsa, ustiga bo'lsa, bu quyosh ko'tarilganligini bildiradi. Okay, sunset. Demak, in summer, the sun rises early and sets late. And the keyin qanday qilib patadi. Keyin patadi. Hamshariga eng muhim narsa rise, next one is set.